6 qism. Shunshong yotgan ichida to'xtamay titrab, Shaolin muallimini esladi. Endi maktabga kirib 1-soatlik darsda Shaolin muallim o'zini 28 yosh degan. Bu yerdan 15 minutlik yiroqlikka o'ltiraq rayonda. Yana uzunga qolmay balasi tug'iladi. Shaolin muallim bakli muloyim, har qanday vaqtda ochiqlamaydi. Endi boshlang'ichga kirgan vaqtda u Shunshongga o'zining ismining Shunsuke ekanligini, Shunsukedagi Shunning Shunshongdagi Shun bilan o'xshash ekanligini aytgan. Shunshong bu aslamini o'ylab, ichida agar Shaolin muallim rostilla dadam bo'lgan bo'lsa, bakli ma'nilik bo'ladi deb o'yladi. Dadasining g'azablangan ovozi yanada anglanib turgan bo'lib, onasining echinishlik vaqirgan, yig'lagan, yalvurgan ovozi to'xtamay anglanib turadi. Yotgan ichida Shunshong tilak tilab, Palak bu uyni atdiganga holatiga elib kelgan. Kech bo'lishdan burun onam dadam aplishib qolsin. Xiaomamu o'lmasin deb tilavatadi. Ammo badini yanada titrab to'xtamaydi. Karvatda ustal ustidagi soatni ko'rgili bo'lmag'ach, Shunshong allaqachon qanchalik vaqt o'tganligini bilmaydi. To'yuqsiz onasining uzun va echinishlik vaqirgan ovoz anglandi. Kaynidan hech qanday ovoz chiqmadi. Hatto dadasining ovozini ham anglag'ili bo'lmaydi. Boya onam o'ldirildi. Shundoq o'ylagan Shunshong ko'zidagi yoshlarini kontrol qilishga tirishadi. Biroq uning azoblanadigan ko'p vaqti yo'q. Yandagi uyning eshigi ochilgan ovoz anglandi. Keldi. Dadam meni o'ldirgili keldi. Shunshong tez suratda yotgandan sakrab tushib, tam ishkavini ochgandan keyin eng ustunki qavdiga yamishib chiqib, eshikni yepib oldi. U teniqini yig'ib turgan bo'lsa-mu, badani to'xtamay titrayotdi. U dadasining o'zining uyining eshigini ittirganligini angladi. Yana eshik oldiga do'lab qo'ygan narsalarning o'rilgan ovozini ham angladi. Keldi. Qorong'ulik ichida Shunshong atrofni kuzatib, o'rnidan turdi. Tam ishkavining to'risini siladi. Oxiri u ichidagi bir to'risni ochdi. Shunshong, chiqa! Shunshong! Dadasining chaqirgan ovozi. Shunshong tasda bo'shagan to'risning yerqidan yamishib, jinining baricha o'malab maqdi. U biladi. Tizining terisi allaqachon so'yilib ketgan edi. Ammo uning og'riqni his qilgudek vaqti yo'q. U orliqda kayniga qargan bo'lib, aslidagi qorong'u to'ris ustida ozroq nur paydo bo'lgan. Dadasi Shunshongning uyidagi tam ishkavini ochgan edi. Shunshong to'risda o'malab nur tushganligini aniq ko'rdi. Nur ichida to'yuqsiz dadasining chiroyi paydo bo'ldi. Shunshong o'zining vaqirvatmasligi uchun eg'izini itib oldi. Dadasining g'azabga to'lgan yuzi xuddi alvostig'iga o'xshaydi. Shunshong, men sening u yerda ishganligingni bilaman. Chiqa! Tez chiq! Beshini to'risga tiqib olgan dadasi qattiq vaqirab, atrofga qarayotgan bo'lib, ammo bu qorong'ulikda Shunshongni ko'ramaydigandek qiladi. Shunshong, tez qishimga kel. Bo'lmasa ko'girlikingni ko'rsa, oqibating onangdek bo'ladi. Dadasi yanada vaqirayotgan bo'lib, albatta Shunshong berishni o'ylashmagan edi. U teniqini yig'ib, davomli titrayotgan badanini besishga tirishayotdi. Agar dadasi to'ris ustiga yamishib chiqib qolsa, mayli qandoqli bo'lmasin, qechish kerak edi. Bu tar bo'shliqda uning kichik badani texmi chaqqan edi. Biroq u yamishib chiqmadi. Ixtiyorim, amsi shu yerda o'limingni ko't. Dadasi g'azab bilan vaqirgandan keyin beshini tortib tushib ketdi. Tam ishkavining eshigimi yepilgan bo'lsa kerak, chunki to'ris usti yana qorong'ulikqa to'lgan edi. Qorong'ulik ichida Shunshongning badani yanada titrayotgan bo'lib, ostidan dadasining tom va to'rikni tepgan ovoz anglandi. U birinchi qavatga tushgandek qiladi. Kaynidan u yana ikkinchi qavatga chiqib, shundoq mengib yurdi. Dastlabida qorong'u to'ris ichida hech nimani ko'rgili bo'lmagan bo'lib, ammo ko'zi qorong'ulikqa asta-asta moslashgandan keyin ozroq g'uva soylarni farq qilg'ili bo'ladi. O'g'zi bilan uy to'risi orasidagi bo'shliq o'ylagandan-mu cho'ng bo'lib, uy o'g'isi yan to'bog'achqa bir 3 bo'lim shakllik bo'shliq hosil qilgan.
o'ttir qismi 1 metr egizlikda bo'lib, ammo chet tarafdagi 10 santicha keladigan bo'lib, bir qator to'riklar o'g'zini tirab turadi. Bir to'rikning kaynida bir narsa qo'yilgan bo'lib, o'rnidan qaraganda dal ota-onasining uyining ustida qiladi. Nimadu? Shunshong u tarafga avaylab yaqinlashdi. Suzuk bir narsada o'ralgan cho'ng narsa. Ostidagi dadasining bayqab qolmasligi uchun u intayin ehtiyot bilan o'milab yaqinlashib, ondan qo'lini so'ndi. U qo'rqib baqiribdi. Silyov holda ichidagisi butun badani qonga to'lgan onasi edi. Shunshong qo'lida eg'izini tutib elib, butun kuchi bilan yig'i ovozini chiqarmaslikka tirishib, butun badani qattiq titrab ketib boradi. Yerim suzuk silyov ichida qonga milinib yotgan onasining ko'zi yumuq edi. Ona. Shunshong ko'nglida to'lab, u silyovni ichib, qo'llarini onasining qonga bo'yalgan yuziga takkuzdi. Onasining jasidi sovib ketib ketgan bo'lib, ammo qayta jazmlashtirish uchun u bo'ynidagi to'mirini tutib baqdi. Darvaqa bo'ynidagi to'mirining sakrashimi to'xtagan edi. Dal mush vaqtda onasining ko'zi tuyuqsiz ochildi. Shunshong ixtiyorsiz kayniga yandi. Aslida allaqachon o'lib ketgan onasi bu vaqtda qonga bo'yalgan ko'zlarida shunshongga qarab kulib o'tadi. Qishimga kel. Shunshong. Mening qishimga kel. Shunshong gap qilmay beshini langshitdi. Odam ba'zida o'zini dunyodagi eng baxtli odam deb o'ylaydi. Garchi u odam suv o'zish ko'li bor. Xuddi o'rdilardek cho'ng turalg'uda turmasimi, hasham paraxutlarda dunyoni aylanib boqmagan bo'lsa-mu, aeroplanning bosh bo'limchisida o'ltirib boqmagan bo'lsa-mu, yuqori darajalik tamoqxonalarda alohida a'zolar ayrimxonasida turib boqmagan bo'lsa-mu, esil mashinalarni haydab 200 kvadrat metrlik dojlarda o'ltirib boqmagan bo'lsa-mu, cho'ng tijoratchi yoki xo'jayin bo'lmasa-mu, ammo yanada o'zini dunyodagi eng baxtli odam deb chaqlaydi. O'xshashla Osvitsim jazi lagerida turib boqmagan bo'lsa-mu, jang va obat sabablik hamma narsasini yo'qotib qo'yib boqmagan bo'lsa-mu, saqaymas kasalga giribdor bo'lib boqmagan bo'lsa-mu, o't opti yoki mashina hodisasida barliq kishilarini yo'qotib qo'yib boqmagan bo'lsa-mu, ammo yanada ba'zilar o'zini dunyodagi eng baxtsiz odam deb chaqlaydi. Qur'ondek turmushning eng tar joylarida cho'ng bo'lganlar qandoq bo'ladigan? Bu dunyodagi birdan-bir reallik, ba'zi bolalar azaldan shokolad yeb boqmay turib o'lib ketadi. Ya'ni ba'zi qizlar azaldan yaxshiroq yasanib boqmay turibmi o'lib ketadi. Biroq Qur'on azaldan bu qoidalarni tushunmaydi. Hatto bularni o'ylabmi boqmagan edi. Ish dal mushundoq. To'g'ri. Bir odamning turmushi qancha tar bo'lgancha, nafrati shuncha cho'nqur bo'ladi, shuncha kuchli bo'ladi. Xuddi stakanga quyilgan suvga o'xshash. Stakan qancha kichik bo'lsa, suv shuncha tez teshib chiqadi. O'xshashla odamning sig'dirishi o'xshashla teshib chiqib, nafrati kuchayadi. Erining pichiqi ostidagi echinishli qiynashlar, azoblar, xo'rlashlar ichida o'tgan bu necha soat ichida Qur'onning nafratlangani shungangla emas, texmi ko'p odamga nafratlangan, yirgangan edi. O'zi sinfga kirganda tuyuqsiz gap qilishdan to'xtagan saboqdoshlariga, o'zining qanchalik suydiganligini butunlay bilmaydigan Shaolin Shunsukaga, Shaolinni tatib olgan Mirokawa Kanamiga,
xizmatini deb qizini unutib qolgan ota-onasiga, Karan nurg'un kishilarga hasad, o'shmanlik, nafratlangan edi. Ko'chada chiroyliq yasinib ketayotgan kichik qizlarga, baxt ichida kashlik tamoq materiallarini elayotgan ayollarga, bir kunlik xizmatini tugatib uyga qaytmoqchi bo'lgan erlarga, o'yinchoqxonada o'ynayotgan kichik bolalarga, tamoqxonalarda tamoq yeyotgan oilalarga, qisqa yo'p kiygan o'rta maktab qizlarga, bog'chilarda navrusi bilan o'ynayotgan buvaylarga, ishqilib u o'zidan boshqa dunyodagi hamma kishilarga hasad, o'shmanlik va nafratlangan edi.